Kishilarga tabassum qilish shunchalik qiyinmi? Abduri Muhammad Yusuf. İnsoniyatning iftixorlik ulgisi, go'zal axloqning namunasi Hazrati Muhammad alayhissalom kishilarga xush chiroy etishning ahamiyatini bayon qilib, birovning chiroyiga tabassum bilan qarashning o'zida sadiqaning savobi bor degan. Bu hadis kishilarni xushal qilishning, ularning ko'ngliga xushallik kirgizishning ibodat ekanligini ko'rsatadi. Tabassum ko'ngilni rahatlantiradigan, ruhni ko'taradigan sehrlik mo'jizdir. Biz kishilarga tabassum qilsak, ham o'zimizga, ham boshqalarga foyda yetkazgan bo'lamiz. Arablarda sen hayotga kulsang, hayot sana kuldi deydigan hikmat bor. Misrlik doktor Ahmad Abduljavod qandoq qilganda boshqalarning ko'nglini qozong'ili bo'ladi nomli asarda mundaq deb yozadi. Kishilarga tabassum bilan ochiq chiroy echish sizdan hech qanday bir chiqim talab qilmaydi. Ammo siz bilan uchrashgan kishilarning dillarini illatadi. Muhammad alayhissalom bu fazilatga qattiq tashabbus qilib, yaxshilikdan hech narsani oddiy sanama. Birovning yuziga tabassum bilan qarashingmi yaxshilikdir deb ko'rsatgan. Boshqalarga ular yoqtirmaydigan biror taklifni sungan vaqtdimi, ularga bu taklifni xush chiroy ochgan va tabassum qilgan holda sunish albatta yaxshi natija qozondiradi. Buningdan boshqa, har narsaga kulimsirash bilan baqadiganlar qiyinchiliklarga kulimsiraydi va har qancha zo'r qiyinchilikni kulimsirab turib yengadi. Ammo har narsaga qapqin turib baqadiganlar uchun hamma ish qiyin va tas tuyuldi. Azroq qiyinchiliklarmi ularning ko'zlarida cho'ng ko'rindi. Tabassum degan sizdan bir tiyin talab qilmaydigan, azroqmi mushaqqatga qo'ymaydigan, nihoyatda oson va arzon bir narsa. Ammo uning elib keladigan foydalari va ijobiy natijalari shuncha ko'p. Tabassum qilish bir lahzadan ortiq vaqt talab qilmaydi sizdan. Ammo uning ta'siri yillarcha, hatto bir umr ko'ngillarda qoladi. Dunyoda tabassum qilishga chami yetmaydigan peqir yo'q. Uningdan behojat bo'la oladigan boy yo'q. Har kim uningga muhtojdir. Misrlik yozuvchi doktor Rasmi Abdulmalik boshqalar bilan qandoq o'tisiz nomli asarda mundaq deb yozadi. Siz boshqalarga ochiq chiroy echib tabassum qilish uchun yuzingizdan aran 13 muskulni ishlatasiz. Ammo qapqingiz turgan vaqtingizda 74 muskulni ishlatasiz. Tabassum qilish qon tomirlarini kengaytiradi. Qonning badanning hamma joylariga yetib berishini ta'min etadi. Ko'p miqdordagi oksigenni ichki qismga avatish orqali badandagi ziyonli mayni yo'q qilishga yordam qiladi. Bundan boshqa tabassum qilish odamning chiroyidan qiyirliqning alomatlarini yiroq qiladi. Shundoq foydali bir tabassumga nimancha bexillik qilasiz? Yoki u sizdan chiqim talab qilamdi? Misrdagi Al-Ihram gazetining qurg'uvchisi, mashhur yozuvchi Ahmad Amin Shirin aslamalar nomli asarda mundaq deb yozgan ekan. Hayotga tabassum bilan muomala qilganlarning saodati o'zlarini baxtli qilish bilanla cheklanib qolmaydi. Balki ular ishlashga eng qodir, mas'uliyatni ko'tarishda eng kuchlik, qiyinchiliklarni yengishda eng yaramliq va o'ziga ham boshqalarga foydali bo'lgan katta ishlarni bajarishda mahir keladi. Men ko'p mol dunyo yoki cho'ng mansab bilan ozg'i shukr qiladigan qanoatlik nafs ikkisining birini tanlash to'g'ri kelsa, albatta ikkinchisini tanlagan bo'lardim. Chunki shodlikdan asar bo'lmagan muz chiroy bilan turib, ko'p mol dunyoga erishganning yoki katta mansabga chiqqanning nima ahamiyati bo'lsin? Xuddi jinoz namozdan qaytib kelgan odamdek chiroy tutuq yurgan kishiga bu dunyoning go'zalliklarining nima ahamiyati bo'lsin? Chiroydan muz yig'ib turadigan uyni do'zaxga aylantirib olgan sohib jamolning agar erining qalbini ocholmasa, nimaga ahamiyati bo'lsin? Sahib jamollik darajasiga yetmisimu, uyni jannatga aylantiradigan chiroy normal ayol sahib jamoldan ming a'lodir.